Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz o'zbek tilida bo'ladi. Kursdoshim Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti magistranti Miss Katrina. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ajoyib, rahmat. Siz yaxshimisiz? Hammasi yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zbekistonga xush kelibsiz. Siz qaysi mamlakatdan keldingiz? Qayerdan keldingiz? Men Yakutiyadan keldim. Yakutiya juda sovuq joy. Yaxshi. Bu yerda nima ish qilasiz, Miss Katrina? Hozir Ipak yo'li turizm universitetida o'qiyapman. Magistraturada o'qiyapsiz. Ajoyib. Siz o'zbek tilini o'rganyapsiz, to'g'rimi? Qanchadan beri o'zbek tilini o'rganib kelmoqdasiz? O'zbek tilini kitobdan o'rganmadim. Bilasiz, men hozir talabalar turar joyda yashayman. Shuning uchun har kun o'zbekchani eshitib o'rganyapman. Kitobsiz tilni o'rganish bu murakkab, albatta. Do'stlar bilan o'rgandingiz, qoyil qolish kerak. Sizga ushbu tilni o'rganish qiyin bo'lmadimi, osonmi? Yo'q, qiyin bo'ldimi? 2 yil oldin Turkiyaga borish uchun 3 oylik tur tili onlayn kursi oldim. Shuning uchun biroz oson. Yaxshi. O'zbekiston haqidagi fikringizni bilmoqchiman. Açıkçası aytsam, O'zbekiston menga juda yoqdi. Yaxshi. Ko'pincha sizga nimalar yoqdi mamlakatimizning? Ovqatlar, albatta. Bayramlari, insonlari, o'zbek qo'shiqlari, tabiati va hammasini yaxshi ko'raman. Va insonlar juda mehmondo'st. Mehmondo'st, ha, ajoyib. Siz O'zbekistonda qolmoqchimisiz universitetni bitirib yoki qaytib ketmoqchimisiz? Albatta. Xudo xohlasa ish topsam qolaman. Agar ish topsangiz qolasiz. Ajoyib. Miss Katrina nafaqat o'zbek tilini o'rganmoqda, hozir ispan tilidan ham xabari bor, ingliz tilini biladilar, yoqut tilini, turk tili va ko'plab boshqa tillarni o'rganib kelmoqda. Ajoyib. Poliglot desam ham bo'ladi, o'zimga o'xshab. Menda ikkita poliglot tili biladi. Ikkalamiz poliglot desak ham bo'ladi. Yaxshi. Sizga O'zbekiston ob-havosi yoqdimi? Yakutiya en sovuq joy. Men sovuqdan juda charchadim. Shuning uchun shuniki havo menga yoqdi. Yakutiyada bilaman -40, -50, 60, hattoki 70 ga ham 72 bo'ladi. 72 juda sovuq qishda. Ha, to'g'ri. Yaxshi. Keyingi savolim, siz juda ham ko'p qo'shiqlarni eshitasiz, o'zbek tilidagi qo'shiqlarni. Qaysi qo'shiqlarni siz bilasiz va sevasiz, yaxshi ko'rasiz? Hammasi biladi. Ko'kjiguli, Janze, Hastamanu, Janona, Javob ber va Ketma. Bizni mashhur qo'shiqlarimizdan ular, to'g'ri. Qisqacha kuylab bera olasizmi? Qaysidir birini? Ketma menga yoqdi. Hozir ketma canımdan ketma, ketma yanımdan ketma, ketsen senga nolalarım, ketma canımdan ketma. Ajoyib. Qoyil, zo'r, albatta. Qoyil qolish kerak. 1 yil davomida, ya'ni tilni o'rganish bu qiyin. 7 oy. 1 yil ham emas, kitobsiz, hech nimani yozmasdan do'stlar bilan birga. Bu juda ajoyib, qoyil qolish kerak. Tilaklaringiz bizni ko'rayotganlarga? Hammaga baxt tilayman. Xudo sizni asrasin. Rahmat kattakon. Sizga ham omad tilab qolamiz. O'zbekistonga xush kelibsiz. Umid qilaman sizga mamlakatimiz juda yoqdi va yoqyapti. Muvaffaqiyat tilab qolaman. Rahmat. Arzimaydi.